Yuragi to'xtab uradigan bemorlarga maxsus video chiqardik. Ya'ni bu videomiz asosan ekstrasistoliyalar bo'yicha, ya'ni yurakni noto'g'ri urishi bo'yicha. Ekstrasistoliyaning asosiy negizida yurakda paydo bo'ladigan patologik o'choq yotadi. Ya'ni aslida ritm boshqaruvchi, demak yurakda bir dona bo'ladi. Har doim boshqaruvchi bitta bo'lsa, qolgan hujayralar unga bo'ysunib ishlaydi. Ya'ni yurak soatdek bir xil ishlashi kerak. Ba'zan yurakda, qorinchada yoki bo'lmachada ikkinchi boshqaruvchi paydo bo'lib qoladi. Ikkinchi boshqaruvchi, конечно, birinchi boshqaruvchiga o'xshagan kuchli bo'lmaydi, lekin ora-chora o'sha birinchi boshqaruvchini ritmini buzadi. Bu ekstrasistoliya deyiladi. Ya'ni yurak bir xil maronda qisqarib turibdi, ora-chora to'xtab qisqaradi. Bu turdagi aritmiyalar ham bizning O'zbekiston sharoitida keng tarqalgan. Bu asosan turlari ikki xil bo'ladi. Bular birlamchi yoki ikkilamchi bo'ladi. Birlamchi deganim yurakning o'zida muammo. Ya'ni bu davleniya yoki stress yoki qanaqadir bir muammolar tufayli yurakda o'choqlar paydo bo'ladi va o'sha o'choqlar kasalni ko'p bezovta qilishni boshlaydi. Ikkilamchi asorat, ya'ni ikkilamchi aritmiyalar bular asosan boshqa kasalligi bo'ladi va u kasallik natijasida yurakda har xil turdagi aritmiyalar paydo bo'ladi. Shu uchun demak davolashda asosiy bizada strategiya bu turdagi aritmiya bu birlamchi yoki ikkilamchiligini bilish. Agarda birlamchi bo'lsa, aritmiyani o'zi davolanadi. Agar ikkilamchi bo'lsa, aritmiyaga olib keladigan sababni birinchi davolash kerak, aritmiyani nazorat qilamiz. Agar o'sha sabab bilan bog'liq bo'lsa, aritmiya o'z-o'zidan davolanib ketadi. Aritmiyani diagnostikasida asosiy muhim rol turadigan narsa bu yoqda endi EKG dan ko'ra, demak bizada 1 sutkali EKG muhim rol o'ynaydi. Ya'ni 1 sutka davomida biz yurakda nechta o'choq borligini bilishimiz mumkin va har bir o'choq 1 sutka davomida qancha o'zidan impuls chiqaryapti. Ya'ni 1 sutkada yurak necha marotaba noto'g'ri qisqaryapti. O'sha haqida informatsiyaga ega bo'lamiz va bu o'choqning xarakteri yaxshi o'choqmi yoki yomon o'choqmi? Yaxshi yomonligi, demak, yaxshi bo'lsa bu kasalning yuragini ishlash maromini buzadi, lekin ertaga qanaqadir bir noxush holatlar yurak to'xtashiga olib kelmaydi. Yomon turdagi o'choqlar yurakni maromini buzadi, lekin ertaga buni vaqtida davolanmasa yurak to'xtashiga borishi mumkin, ya'ni bemorning o'limiga sababchi bo'lishi mumkin. Shu uchun demak 3 ta asosiy bizda priznakni Holter tekshiruvida ko'ra olamiz va o'shanga qarab bemorlarga davolash buyuriladi. Agarda aritmiya soni ko'p bo'lib, yurakni har xil joylardan chiqayotgan bo'lsa yoki aritmiya soni juda ham kam bo'ladi, yurakni bitta joyi yoki ko'plab joydan chiqayotgan bo'lsa, bunaqa bemorlarda biz dori bilan davolashni buyuramiz. Dori, yana qaytab aytaman, dori bu aritmiyalarni yo'qotib yubormaydi, ya'ni aritmiya o'choqlarini. Dori faqat o'sha o'choqning ishini kamaytirib turadi. Ishi kamaygandan keyin kamroq chiqaradi. Shu uchun demak kasalni klinik holati yaxshilanadi, lekin aritmiyasi hech qayerga ketmasligi mumkin. Ikkinchi davolash yo'li bu operatsiya, ya'ni kateterli ablatsiya. Maxsus kateterlar orqali yurakning ichiga kirib, o'sha joyini topib kuydiramiz. Uni kuydirishimiz uchun demak yurakdagi o'choq soni bitta yoki ikkita bo'lishi kerak va bu o'choqlar kamida 1 sutkada 6000-7000 ta ishlash kerak. Nima uchun bunaqa ko'p ishlash kerak? Chunki bizni ishlash prinsipimiz yurakning ichiga simimiz, ya'ni kateterimiz orqali kirganimizdan keyin yurakning ma'lum bir qismidan demak noto'g'ri urishni bildiruvchi demak o'choqdan signal kelishi kerak. O'sha signalga qarab biz o'choqni topa olamiz. Agarda yurakning ichiga kirsak-da o'sha signal kelmasa, biz o'choqni topa olmaymiz, chunki yurakning ichi juda katta joy, uni hamma joyini kuydirishning imkoni yo'q. Shu uchun agarda o'choq soni 1 ta, 2 ta bo'lsa va bu 1 sutkada 6000-7000 tadan ko'p bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri RCH amaliyotini bajarish kerak. Uchinchi parametr, demak, agar o'choq xavfsiz bo'lsa, tanlov ixtiyorini bemorning o'ziga beramiz. Demak, bemorga aytamiz, aritmiyangiz xavfsiz,
demak davolashni dori bilan davolansangiz bo'ladi yoki kuydirish orqali kasallikdan qutulishingiz mumkin, dori orqali kasallikni yengillashtirishingiz mumkin. Ikkinchi turdagi agarda xavfli aritmiyalar bo'lsa, bemorga faqat bitta taklif beriladi. Bu ham bo'lsa radiochastotoviy ablatsiya. Ya'ni bu o'choqni qancha vaqtli eliminatsiya qilinsa, ya'ni qancha vaqtli o'choq kuydirilsa, shuncha vaqtli bemor hayoti asrab qolinadi. Bo'lmasa, xohlagan payt yurak to'xtashi va bu bemorni o'limga olib borib borishi mumkin. Shuning uchun bunaqa turdagi aritmiyalarda asosiy tekshiruv usuli Holter. Holterni xulosasiga qarab bemorga yoki dori orqali davolash buyuriladi yoki operatsiya yo'li orqali davolash buyuriladi.